Zamonaviy ta'lim jarayoni, yangi pet texnologiyalar va innovatsion usullar, o'qituvchilar, o'quvchilar fikri. Bular ta'lim va taraqqiyot eshittirishida. Qadrli muxlislar, oliy o'quv dargohlari butun dunyoda jamiyatning eng nufuzli ustunlaridan bo'lib, global bilimga asoslangan iqtisodiyot uchun o'sishning asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Oliy o'quv yurtlari yangi g'oya va kashfiyotlar, texnologik yutuqlar manbai hisoblanadi. Jahonda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat kurashi va top reytinglari yuritilishi oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha izlanishlar olib borish dolzarbligini belgilaydi. Xalqaro tajribaga ko'ra, dunyodagi nufuzli universitetlar faoliyatining asosiy bosh mezonini akademik nufuzi, ilmiy tadqiqot faoliyatining natijadorligi va kadrlar sifati belgilab beradi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yagona to'g'ri yo'lidir. Inson kapitali sifatini oshirmasdan turib, keyingi iqtisodiy o'sishni ta'minlash qiyin kechadi. Shu bois zarur kuch va resurslarni ta'lim sifatini oshirishga, malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirish nafaqat bugunning, balki ertaning ham ustuvor vazifasi sanaladi. Qadrli muxlislar, hozir Chirchiq davlat pedagogika STEM ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikani bir-biriga bog'liq holda yaxshi o'zlashtirgan, o'rganganlarni amaliyotda qo'llay oladigan, kompyuterda ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, ham jamoaviy yaxshi ishlashni, ham mustaqil tashabbuslar ko'rsata oladigan kadrlarni tayyorlaydi. STEM fanlarining ahamiyati shundaki, hozir bizga tegishli kasblarning ko'pi yaqin kelajakda avtomatik tarzda ishlaydigan robotlar tomonidan bajarilishi yoki butunlay keraksiz bo'lib qolishi mumkin. STEM esa mana shu kelajakka mos kadrlarni tayyorlab beradi. BMT prognozlariga ko'ra, 2050-yilga borib kasblarning 75% STEM fanlariga aloqador bo'lishi kutilmoqda. Aynan mana shu tizim asosida ta'lim olish orqali o'quvchilar kelajakdagi muammolarga yechim topa oladigan, yangi kashfiyotlar qila oladigan kadrlarga aylanishiga ishonilmoqda. STEM ta'limini maktabdan boshlanishi kerak. Bu ta'lim asosida o'quvchi dunyoda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni o'rganadi. Ilm-fan yaxshi o'zlashtirish o'quvchilarning o'zini o'rab turgan atrof muhitni yaxshi anglashiga yordam beradi. Texnologiya fani insoniyat kelajagi bo'lgan raqamli dunyoga moslashuvchan qiladi. Muhandislik bilan o'quvchi muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. O'rgangan bilimlarni yangi loyihalar yaratish uchun qo'llay oladi. Matematika esa muammolarni hal qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish, xatolarni tuzatish, to'g'ri yechimlar topish uchun kerak. STEM mana shu 4 ta yo'nalishni bir tizimga soladi va jamiyatga innovatsiyalar yarata oladigan, muammolarga barqaror yechim topa oladigan kadrlar tayyorlab beradi. Bu yo'nalishdagi fanni yaxshi o'rganish, muammoni hal qilish va mantiqiy fikrlash, o'zlashtirishga urg'u beradi. STEM o'quvchilarga maktabda, ishda va turli hobbilarda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini taqdim etadi. Masalan, STEMni turli asboblardan iborat duradgor qutisi deb olsak, uni yaxshi o'zlashtirgan bola qutidan kerakli asboblarni o'zi tanlab olib, istagan narsani yasay oladi. Ya'ni fanlarning hammasi kerakli, lekin bitta o'zi alohida emas, birgalikda foydali va kutilgan natijani beradi. STEM fanlarini o'qish davomida o'quvchilarda quyidagi qobiliyatlar shakllanadi: muammoni hal qilish, kreativlik, tanqidiy fikrlash, jamoaviy ishlay olish, mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, kommunikatsiya va raqamli savodxonlik.
fanga o'sha kashfiyotlar qilib yangiliklar olib kirishi bu albatta mamlakatimizda ilm fan rivojiga katta bir ulkan hissa qo'shadi degan umiddamiz. Mazmunli suhbatlaringiz uchun tashakkur bildiramiz. Katta rahmat.